Ana shu xolajon 10 minutdan beri avtobus kutyaptilar. Hozir ularni xursand qilamiz. Xola, kimni kutyapsiz? Uyingiz qayerda? Yuring, olib borib tashlaman uyingizga. Xudoya barakata. Hamisha yo'llaring bexatar bo'lsin, jonlaring sog' bo'lsin. Nechta farzandingiz bor, buvijon? Menda 2 o'g'il, 3 qiz. 10 ta o'g'il, 10 ta qiz navara. 46 ta avara. 86 ga mana to'lamaydi. Tetikkinasiz. Tishlarim ham meni o'zimniki. Men shu yoshga kirib cholim ham doktor ko'rmaganmiz. Necha yil yashadingiz cholingiz bilan? 64 yil yashadim. 65 yil yashadim. Akil yashaganmiz. Akillikda gap kattamas. Yirik o'qishim. Joyga yotishga yubormas. Yoshingiz nechida bo'lsa ham sog'inib qolardilar. O'lgunlarsa. Qachondir gap qaytarganmisiz eringizga? Jahlar chiqib desalar mana bunaqa emas demaganman. Haqiqatan. Faqat bitta so'z aytgansiz. Xo'p deganman. Televizorda ko'raman, erimlar tashlashayotganlarni ko'raman. Erkakni olish akin bular. Urush janjalli bo'lganda kim pastroqda turishi kerak? Xotin kishi baribir tilini tortish kerak. Erkaklik gapirsa men haqli. Erkaklik jin turish kerak. Chakakini o'chirib, hopdib. Nima ko'raman-da shunaqa olishgan. Gap bitta. Hop desa bo'ldi. Dunyoda tilni shirin qilish kerak. Hammasi shundan kelib chiqadi. Barakadan sandakasi, kandaka bo'lsa ikkita sandakasi. Mana shu meniki. Umringiz uzoq bo'lsin. Azgina og'ir. Yo'q, ojonim. Niyat qilib. Siz duoyingiz juda qimmatli, shuning uchun. Kaniga Xudo barakat. Shunaqa katta rahmat senga. Rahmat. Ojonim rahmat. Alhamdulillah. Yana bir savobli ishga qo'l urdik.